Diqqat! O'zbekiston fuqarolarining barchasi 893 ming so'mdan oladi. Uni qanday olishni bilishni istasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bola tug'ilganda beriladigan 893 ming so'm suyunchi pulini endilikda uyingizdan chiqmasdan olishingiz mumkin. Telefoningizda App Store yoki Play Market orqali Xalq bankining xazina ilovasini yuklab oling. Ilovani oching, ijtimoiy xizmatlarni tanlang va suyunchi puli bo'limiga kiring. Kartangiz ulangan bo'lsa, pul avtomatik ravishda sizga tushirib beriladi. Eslatma: 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzand uchun barcha ayollarga suyunchi puli to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun esa ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatda bo'lganlar uchun to'lab beriladi. Bu xabarni suyunchi pul olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.